Mazlumlarning nidasi. Armanlarning sadası. Hürlük şeydalarının, vatan sevdalarının dava meydanı. Hürlük yolda izlengüçlerinin meknet bilgisi. Uygur Nidası Tor Radyosu. Uygur Nidası Tor Radyosu. Assalamu alaykum hürmetlik anlıqçılar. Anlavatqınızlar Uygur Nidası Tor Radyosu. Mustamliki zulümüde emravatkan halkımızın ahuzarını dünyaya anlatış. Vatan içi sırtındaki halkımız takdirge münasebetlik muhim haber, uçurlar ve mülahizlerden kişilerini haberdar kılış. Dinli bilimler, tarihimiz, esil edebi miraslarımız arkalık evlatlarda sağlam itiqad, gurur ve ana til sevgisi yetildiriş nişanı bilen Vatan davasida tegishlik majburiyatini ado qilishni maqsad qilgan Uyg'ur Nidasi Tor radio televiziyasi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarga oliy ehtirom va salomlarini yo'llaydi. Yuriki vatan deb so'qqan vijdon egalarining moddiy va ma'naviy qo'llashi bizning mavjudligimizning kafolatidir. Assalamu alaykum hürmetlik ana til ve el suyer qarindishim. Avlodlaringizga suyumlik payg'ambarimizni tunutishni, esil an'analarimizni o'rgatishni xohlamsiz? Undaq bo'lsa, sizga bir xo'sh xabarimiz bor. Tunji Uyg'urcha suratlik Siyrat o'smirlar jurnali nashr hayotiga boshladi. Jurnalimiz Payg'ambar alayhissalomning hayoti, ish faoliyatlari, hikoyalar, she'riyat gulzori, sayohat xotirasi, qiziqarli kartonlar, sahobalar hayotidan unchilar qatorliq rangdor sahifalar orqali o'smirlarimizning diqqatini jalb qilgusi. Siyrat o'smirlar jurnali fasllik bo'lib, har 3 oyda bir qatim siz bilan yuz ko'rishidir. Her son 60 bet etrafında Siyrat O'smirlar jurnalining davomli nashr qilinishi va taraqqiyoti sizning jurnalimizga mushtari bo'lib, yaqindan qo'llab-quvvatlashingizga bog'liq. Dunyoning har qaysi joylarida bu jurnal kirmagan birmi Uyg'ur oilasi qolmasligi uchun Siyrat O'smirlar jurnaliga mushtari bo'ling. Mushtari teping va tavsiya qiling. Tomchi ko'l bo'lur, qo'llasanglar taraqqiy qilur. Tirishchanlik bizdan, muvaffaqiyat Allohdandir. Kamoli ehtirom bilan Siyrat O'smirlar jurnali. Telefon numari 0090 553 070 73 50. Ana til darsligiga xaridor chaqirish boshlandi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Ana til tashabbuschisi Abduvali Oyib efendi tarafidan tuzilgan Ana til darsligi nashrdan chiqish oldida turmoqda. Bu kitobdagi asarlarni avtor o'zi yozgan va Uyg'ur bolalar adabiyoti javharlari asosida ratlab chiqqan bo'lib, bolalarning yeshi, mijozi va qiziqishiga mos holda tuzilgan. Savodi yangi chiqqan, chali chiqqan va yiziqchilik saviyasi to'liqlashga muhtoj o'quvchilarga mos keladi. Kitob oddiy tildagi she'r, qo'shiq, hikoya, cho'chaklar bilan boshlanib tadrijiy beyib mavdu va bolalarni tabiiy ona til dunyosiga boshlab kirdi. Kitobda har darsdan keyingi ko'nikmalar va oylik sinoq savollardan tashkil topgan bo'lib, bolalar oilada o'rganib ketalaydi. Agar muhojiratdagi ona til kurslariga darslik qilinsa, unumi texmi yaxshi bo'ladi. Hamda oilada urf-odat, qoida-usul va madaniyat darsligi bo'lishga tamoman mos keladi. Bu kitobni keng doirada tarqalishi va har
har bir Uyg'ur oilasida bo'lishiga kapolat qilish uchun kitobning mazmuni, sifatiga alohida ahamiyat berish bilan birga Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarda vakolatan sotuvchilar belgilandi. Turkiyaning Istanbul shahrida Safaköy va Zaytunburnu rayoniga setish nuqtasi ta'sis qilindi. Kitoblarning to'p tarqilishiga mas'ul xodim Nabijon Ala. Aloqa telefoni va WhatsApp nomeri 0090 535 84 86 039. İlxat adresi Artuç Buğra 2015@gmail.com. Alama Muhammad Iqbalning Sharq Turkistonga bo'lgan qarshi va Pokiston siyosatchilarining xiyonati. Mirkamil Qashqarli. Yaqindan buyon Pokistonning yuqori darajalik davlat rahbarlari va amaldorlari Xitoyning yoqtirishini qo'lga keltirish maqsadida ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkiston musulmonlariga qarshi orqam-orqa dushmanlarcha bayonotlarni e'lon qilmoqda. Bu bayonotlar Sharq Turkiston xalqini ummatning bir parchasi deb qaraydigan dunyoning har qaysi joylaridagi sezgur musulmonlarni qattiq o'kindirmoqda va ular buningga qarta bir islom davlatiga qat'iy yarashmaydigan pozitsiya deb baho bermoqda. Xabarlarda e'lon qilinishicha, Pokiston prezidenti Memnun Husayn 2015-yili 16 dekabrdagi Xitoy ziyorati jarayonida armiyamiz Pokistonda turishliq Uyg'ur mujohidlarini butunlay tozalab bo'ldi deb bayonot e'lon qilgan bo'lib, buningdan qattiq suyunib ketgan Xitoy hukumatimi Pokistonda hayot qolgan Uyg'ur musulmonlarga qarshi harbiy harakatlarni uzildirmay davomlashtirishni talab qilgan. Xitoyda ziyoratda bo'lgan Pokiston armiyasi davlat aloqa ishlari direktori general Asim Salim Bajvami Xitoyning Yer shari gazetasiga bergan bayonotida Pokistonda panohlanayotgan Uyg'urlarni imo qilgan holda Xitoyning dushmanlariga qarshi armay-tarmay kurash qilamiz. Xitoyning dushmanlari bizning dushmanlarimizdir. Xitoyning dushmanlarini yanjib chaylashdan va yo'q qilishdan qat'iy chekinmaymiz degan bo'lib, Pokistonning mustaqil davlatligiga mos kelmaydigan va qat'iy yarashmaydigan bu bayonotni og'ir tanqidga uchragan edi. Vaholanki Pokiston rahbarlari yo'q qilayotgan va yo'q qildiganligini ilgari surayotgan Sharq Turkistonliklar Xitoyning diniy zulmidan qochib, islomga uyg'un shaklda hayot kechirish orzusida o'xshash bo'lmagan yo'llar orqali Pokistonga kelgan va Xitoyga qaytirib berilishdan ansirab, oshkora panohlik tilolmaganlikdan Pakistanning qabila rayonlarida hayotlarini qo'g'dashga majbur bo'lgan g'ayri rasmiy panohlanuvchi salohiyatiga ega musulmonlar edi. Shunga Xitoyning ularga kaydirmoqchi bo'lgan terrorlik qalpiqi Pokistondan boshqa hech bir davlat tarafidan qabul qilinmadi. Qabul qilgan davlatlarmi uzunga bormayla ularni terrorlik tizimligidan chiqarib tashladi. Chunki ularning bugungi qadar Xitoyga yoki Pokistonga qarshi hech bir qurolli hujumi ko'rilib boqqan emas. Xitoyning ilgari surgan ayblashlari xalqaro o'lchamga tushmayli qolmasdan, balki texi yetarlik paketmi yo'q. Uningdan boshqa yana Xitoy davomli dunyo jamoatchiligining oldida azvaylab kelayotgan va 2001-yildan buyon g'oyib bo'lib ketgan atalmish Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotining Pokistonda mavjudligimi texchi isbotlangani yo'q. Shundoq bo'lishiga qaramay, hozirga qadar yuzlagan Sharq Turkistonlik ko'chmanlarning Pokiston armiyasi tomonidan bombardimon qilinib o'ldirilganligi va yana yuzlagan Sharq Turkistonlikning Xitoyga qaytirib berilganligi ma'lum. Darvaqa Pokistonning islomiy qarindoshlikqa qat'iy sig'maydigan, faqat va faqat Xitoyga xushomat qilishni maqsad qilgan bu xil qilmish va bayonotlari birinchi bo'lib Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga yurgizayotgan mislsiz zulmlari va favqulodda tez suratda ijro qilayotgan assimilyatsiya qilish yoki maxfiy yo'q qilish siyosatlari ostida jonlari badliga milliy va diniy qimmat qarashlarini qo'g'dab qilish ko'rishini davomlashtirayotgan musulmon Uyg'ur turklarini qattiq o'kindirmoqda. Qalblariga zahar xanjar bo'lib sanjilmoqda. Manglagan yillik qo'shnisi, o'zaro intayin cho'nqur urug' tuqqanliklari va madaniyat rishtalari bo'lgan, eng muhimi musulmon qarindoshlari bo'lgan Pokistonning bir o'chim kapitalistlarining Xitoydagi manfaatini debla 25 million Sharq Turkiston musulmonlarini fursat topgan hamma yerda qurbonlik qo'y o'rnida ko'rishi, qalblarda o'rnini to'ldirib olish mumkin bo'lmaydigan yarlarga yo'l ochmoqda.
Pakistanning musulmon qarindoshlariga qaratgan bu nohaq pozitsiyasi Turkiya va Ozarbayjon qatorliq turk va islom dunyosidagi vijdonli yozuvchi jurnalistlarning qattiq noroziligiga uchramoqda. Televiziya programmalari va gazet jurnallarda kun tartibga keltirilmoqda. Türkiyalik jurnalist Yücel Tuncay Efendi bu haqdagi maqolasida buningdan keyin Pakistan mening nazarimda islom jumhuriyati emas, Xitoyga xizmat qildigan va Xitoy nima desa shuningga ma'qul deyishni bildigan Xitoyning qo'l chumoqchisidir. Xitoyga tava qo'rchoq bir hokimiyatdir. Xitoy bilan Pokistonni Hindistonga o'rtaq dushman qilgan va Hindistonga qarshi birlashtirgan omil nima bilamsizlar? Pokistonning izilgan musulmonlarning yenda emas, zolimlarning yenda o'rin elishni tanlaganligidir. Ey g'afillar, shuni unutib qilishmanglarki, Hindiston shuncha cho'ng yetarsizliklariga qolmasdan Xitoyda zulm chekkan va bisimga uchirgan Tibetlik, Sharq Turkistonlik hamda ishki Mong'oliyalik minglagan panohlanuvchilarga quchoq ichib, ularning ozodlik kurashlarini qo'lladi. Sizlar kafir deydigan bu Hindiston davlati sizlarga o'xshash diniy qarindoshlarini Xitoyga sotmadi degan so'zlari bilan Pokistonni og'ir darajada tanqid qildi. Pakistanning hozirgi davr atoqli yozuvchilaridan Faraz Talant efendimi Pakistan hukumatining yaqindan buyon Sharq Turkistonliklarga qaratgan siyosatiga norozilik bildirib, Pakistanning eng nopusli gazetlaridan biri bo'lgan Shafaq gazetida e'lon qilingan kommunist Xitoylarning islomga bo'lgan dushmanligi va Pakistanning sukut qilib turuvilishi nomli maqolasida Allama Muhammad Iqbal alayida ko'ngil bo'lgan tarixiy Qashqar shahrida bir kishining soqol qo'yganligi va ayolining ro'molni olmasligida ching turib sababidan og'ir qamoq jazosiga hukm qilinganligini eslatib, Pakistan hukumati g'arbdagi islomga bo'lgan o'chmanlik harakatini shuncha qattiq tanqid qiladi-yu, nima uchun kommunist Xitoyning islomga bo'lgan dushmanligini ko'rmasga soladi? Bu butunlay ikki yuzlimilik bir pozitsiya. Buni hargizmi qabul qilishga bo'lmaydi deb yozgan bo'lib, u maqolasida yana mundaq deyilgan edi. Pakistanning fikr otisi, atoqli islom mutafakkiri va shoiri Allama Muhammad Iqbal o'zining eng muhim vakil xarakterlik she'rida Qashqarni muqaddas haramni qo'g'daydigan islom dunyosining sharq chegarasidagi eng mustahkam qal'asi deb tasvirlagan. Sharq Turkiston musulmonlarining bu shaharni islomning eng muborak, ulug' orzuluq shaharlari qatorida ko'rganligini ifodalagan edi. Biroq navbatdagi vaziyatning bizni eng o'yga soldigan tarafi islom va Sharq Turkiston musulmonlariga qarshi Xitoy zulmining mana amdilikda Allama Iqbal shuncha ahamiyat bergan Qashqar shahrini markaz qilgan holda davomlashayotganligidir. Bugungi kunda kommunist Xitoy hukumatining zulmlari va islom dushmanligini Pokiston hukumati mas'ullarining ko'rmasga silishi va sukut qilib turuvelishi to'liq ajablanarli bir ahvol. Vaholanki Pokistonlik siyosatchilar fursat topsalar g'arbdagi islom dushmanligini qattiq tanqid qiladi. Undaqda kommunist Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga qilayotgan zulmi va islom dushmanligining g'arb allaridagidan zoda nima farqi bor? Men Pokiston siyosatchilarini va hukumat mas'ullarini har kuni texmi shiddatli tus elib, chekdan eshib ketayotgan Xitoyning zulmini va islom dushmanligini ko'rishga chaqiriq qilaman. Bizning samimiy qo'shnimiz bo'lgan kommunist Xitoy bilan o'ltirib so'zlashadigan vaqtimiz kelib qoldi. Ular bilan islom dushmanligi va Sharq Turkiston musulmonlariga qaratgan zulm siyosatlari haqida suhbat o'tkazmasak bo'lmaydigan chog' yetib keldi. Darvaqa Faraz Talat efendi degandek Hindistondagi musulmonlarning ozodlik engini uyg'otib, Ingliz mustamlikasiga qarshi mustaqillik tafakkurini singdirish orqali Pokistonning qurilishiga rahbarlik qilgan Pokiston Islom Jumhuriyatining ma'naviy qurg'uvchisi, fikri dohiysi, islom tafakkuri va milliy shoiri Allama Muhammad Iqbal Sharq Turkiston musulmonlarining elib berayotgan ozodlik kurashlariga alohida ko'ngil bo'ladi. U yozgan she'rlari bilan Sharq Turkistonning Xitoyning emas, balki islom dunyosining ayrilmas bir parchasi ekanligini va Sharqdagi eng muhim qal'asi ekanligini o'tirg'i qo'ygan edi. Uning bir bo'lsin musulmonlar haramni qo'g'dash uchun Nil sahildan tortib Qashqar tuproqlarigacha degan bu she'rda bayon qilinganga o'xshash islom mutafakkiri Allama Muhammad Iqbal yolg'iz Hindiston musulmonlarini emas, balki butun dunyo musulmonlarining birligini, ummat qarishi va ijtimoiy tavhidini qaytadan barpo qilishning g'amida kech-kunduz o't bo'lib yondigan ulug' olim edi.
Şoňa u bir tarapdan islom dunyosining g'arbdagi eng muhim qal'asi deb qaragan Turkiya, ya'ni Osmanlı xalifaligining og'dirilishini to'sib qilishga qo'lidan kelishicha kuch chiqarib, Çanakkale urushiga yordam to'plash uchun safarbarlik boshlab, nurg'un qitim maxsus konferanslarni chaqirish orqali 1,5 million sterlin to'plab Turkiyaga avatgan bo'lsa, yana bir tarafdan islom dunyosining eng sharqidagi muhim qal'asi deb qaragan Sharq Turkistondagi musulmonlarning ahvolini yaqindan kuzatib, ular haqida ma'lumotlar egallashga tirishadi. Hindiston xalqining Sharq Turkistonga bo'lgan tunishini oshirish uchun she'r leksiyalarida maxsus tilga ilib qolmasdan, hatto maxsus bayonot va axborotlarni e'lon qilgan edi. Tarixda islom dunyosiga nisbatan 2 Buxoro deb nom olgan Qashqarga yoki Qarxonilar davlatining poytaxti Qashqarga alohida ko'ngil bo'ladi. Şoňa 1920-yillarda Xitoy ishg'oliyatiga qarshi Xotanda bosh ko'targan mustaqillik kurashlariga özünün Parisçe yazılgan Peyami Meşriq namlıq əsirdə alayda orun bergen və Vətəninin jirik qumları senin putunğa goya yasımındır ey Xotan. Kiyikləringe oxşaş lərzan yolunu davam qıl. Texumu tezraq qadam taşla, mənzilimiz tolumu yaqındır. Degan she'rlari bilan Sharq Turkiston mujohidlariga jasorat berib qolmasdan, Sharq Turkistonning ozodligini o'z g'oyasi va o'zining nishoni sifatida o'tirg'i qo'ygan edi. Allama Muhammad Iqbal Sharq Turkiston musulmonlariga shu qadar ko'ngil bo'lganki, nurg'unlagan chog'larda Sharq Turkiston tarix madaniyati va ayni chog'dagi vaziyati haqida analizlarni elib borgan, bayonotlarni e'lon qilgan edi. Hatta 1933-yili 12 noyabrda qurilgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti qaytadan Xitoyning ishg'oliyatiga duchor bo'lgandan keyin Hindistonga hijrat qilishga majbur bo'lgan. Uyg'urlarning dostonlashgan mujohid rahbari Muhammad Amin Bug'ra hazratim bilan Lahorda ko'rishib, uzungacha fikr almashtirgan edi. Hurmatli radio anglag'uchilar, Muloyizalar sahifamizning bu haftalik anglitishi vaqt munosabati bilan mush yerda oxirlashdi. Keyingi hafta davomini anglitamiz.